Birinchi asha tizzalab yurdim, sekin yurdim, xatinok bilan yurdim. Hadunok Oxiri hassa bilan. g'assa bilan, oxiri Xudoga shukur mana ularni tashlab o'zim yurib keldim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizga yurolmay qolgan bemor haqida video joylagandik. Matmusayev Baxtiyorjon aka mana operatsiyadan 6 oy 7 oy o'tdi. O'z oyog'i bilan yurib keldi. Bemor bizni shifoxonaga kelganda umuman yurolmay qolgandi. Baxtiyorjon aka, qalay holatingiz endi, yaxshimisiz? Xudoga shukur, yaxshi, rahmat. Yuryapman. Oldin Yurishlaringiz yaxshi. Xudoga shukur. Og'riqlar yo'q. Og'riqlar yo'q. Yo'qoldi, Xudoga shukur. Operatsiyadan keyin tiklanish davrida nimalar qildingiz aka? Fizioterapiya qildim, mana sizlar tavsiya qilgan narsalarni barchasini qildim. Dorilarni ichdingiz. Dorilarni ichdim. Muhimi harakatdan to'xtamadingiz. Yo'q, harakatdan to'xtamadim. Mana harakat qildim, mana Xudoga shukur, natijada mana yurib ketdim. Tiklanish davrida tiklanish qanaqa bo'ldi aka? Mana birinchi emaklashni boshladi. Birinchi asha tizzalab yurdim, sekin yurdim, xatinok bilan yurdim. Hadunok hassa bilan. G'assa bilan, oxiri Xudoga shukur mana ularni tashlab o'zim yurib keldim. O'z yurishni boshladi. Qani bir yurib ko'rsataylikchi. Yurishlaringiz yaxshimi? Yaxshi, Xudoga shukur, yaxshi. Harakatlar yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Ko'ringani kelib turasiz. Ora-orada. Xudo xolasa. Bu yog'iga ham Xudo xolasa. Tiklab. Rahmat sizlarga, Xo'p, sog' bo'ling, salomat doktorlarga bo'ling. rahmat, katta masalaga medsinlarga rahmat, o'z vaqtida qarashdi. Dori-darmonlarni, ikorlarni o'z vaqtida qilishdi. Barchasiga rahmat, minnatdorchilik bildiraman.